Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan Baxtiyor Xudoyganov. Yine bugün Xorazm viloyati Shovot tumanidagi Pir bozorida keldik. Pir bozorda hozir sizlarga 23-dekabrdagi baliqlar narx-navolarini ko'rsatib boramiz. Like'larni bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Baxtiyor TV kanalini hali obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lib, videorolikimizni boshladik aka. Şimdi doim bor. Doim aytib beraylik bakalım. Assalomu alaykum. Va alaykum. Qan narx-navolar chasam bo'ldi bugun? 15 dan 13 dan. Bular 15, bular 13, ha? Yine aziz yurtdoshlar. Mayboshmi bu? Maybosh. Maybosh. Bu tozaroq qo'yganlar istasam ekan bular. Tayyorı. Do'rab pop qozona solib beradigancha bu. Diki baliq bular. 16, 15 har xil baqalar. Ha, kechdi baliq bular. Kechdi baliq. Ayapa bahalarını at verin. 16.000 so'mdan balıklar. 16.000 so'm, ha? Piyostreler ne? 20.000 so'm piyostre. Piyostre 20.000 so'm. Ne yurtdoshlar? Görüp baraverasizlar. Bular shunun ichida 20.000 so'm bor. Mana bular 16.000 so'm mayli. Bular 13.000 so'mdan. Aha. Yaxshi. Qani. Ayapa anchasan bo'ldi balıqqa? 16dan. Aha. 16.000 so'mdan, ha? Bular 12'den bo'ldi mi? Hammasi mayboshmi siz kelindi? Dayı? Shanchik? Valla ne de? Hali yemadimi? Keladi karantin. Yaxshi. Chechab nesa qaradan yaxshi? Salam, Rossiyadagilar, jonlimizlar. 16dan. Bayramlarınız bilan kelasizlar. Ana. Ana. Yaxshi. Qan narx-navolarni aytib bering buni. Yangi yil mut. O'qay, o'qay. Bu qizni adı Gülyar. Gülyar Shamrotan qizi. Yaxshi. Qan ayting bahasini ayting, siz tushirmang bu. 12dan. 12dan. 16, 18. 16, 18 piyostre. Aha. Qani bular ne? Bular ne? Bular 16. 16dan. Bunda sazallar var ekan yurtdoshlar, sazallar. Nere? Sazallar chasam bo'ldi bular? 28. Yarım kiloluk, 1 kilolukqa borasiz, ha? 1 kiloluk. 1 kiloluk. 8. Bular chasam bo'ldi qani? 26. 26, ha? Yaxshi. Sen ketchasam ki? 17.000 so'm bo'ldi. 17.000 so'm. Maybosh chasam bo'ldi aqa? 12.000 so'm. 12.000 so'm, ha? Her yerde her xil baholar. İlan balıklar ham bor ekan bunda. Uçar, ha? Qani ichidan chegacha bo'ldimi uçarlar? 12'den alayım bu sazallar. Kimeydi? Namaza canım mı? Qani 12'den mi bular? 14'te. Ne? 14'te. 14'te? Hadi. Bunu koy. Endi sazallarni ko'rsataman yurtdoshlar. 20.000 so'm sazallar. Öyle cep sazal. Ha, yaxshi. Mut 1 kiloluk. Yaxshi. Belgilaring mayboshlar. Bular 12. 1 kilo 200 keladi. Hem 1,5 kiloluklar onun içine. Ha, bular 13'te degandek. 20'de sazallar. Aha. Belgilar chasam bo'ldi qani? Piyostrilar 15 verdim. Qaysi 12.000 so'm? Belgiler 12.000'den ila. Aha. Vay başlar. Bular 15'den. Piyostri bular. Ha, piyostre. Piyostre bilan maybosh ikkisi aralash ekan, ha? Yan başta koy. Ha. Bu qaraslar chasam bo'ldi bu shakirdami qaraslar? Karaslar 12 oldu. Bu ne bu? Bular 12'den. Bu ululari chasam bo'ldi? Sen bir. Ha, sen bir. Oh, yine bor. Bular chasam ekan aqa? 25 dan. 25 dan, ha?
Qani. Buxoy. Qancha so'm bo'ldi baqlar? 12, 11. 12, 11. Aşağıda oturadi bola. 12 11 da turibdi do'stlar. Qani baqlarning narxini aytib bering. 12 ming so'm, 11 ming so'm. Ha, ya. Kablo gelin. Baxtiyor to'g'ri bizdan. Seni zamanında bitten gitsen. Qani, nima Ayapacha so'm bo'ldi? Baqalar. 13 ming so'mdan, Maybash. Maybaşlayın hazır dostlar. Buğam 6 kilo oldu. 12 kilo oldu. 72 ming so'm buğam. Ayapasan kim? Yaxshimisiz? Soda bo'lib yotma. Bo'ladi xudoga shukr. Hech kimda yo'q soda, sizlarni uch o'rtada o'tdilar yana. Gelişik bergen adamda şunun bo'ladi. Ha, har safar arzon qaytib beradi axir. Ayapam. Gelişken adam tez satatdıydı. Ha, ya. Qani baliq qancha so'm bo'libdi? 13 ta. 13 tane. Qurmay boshmisiz kim? Yaxshi. Baliqlar bahası so'm ekan? Balıkların bakası 13. 13 dan. May boshlang. Piostrilerin sen var mı? Yok, maybaş bak. Evet. Evet,